Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Samarqanddan olgan zakasimiz bitta, xudo xolasa. Bitta mehmonxona uchun uголок, bitta oshxona uchun uголок zakas qilishuvdi. Mana xudo xolasa tayyor bo'ldi. Xonlarni tayyor qilib upakovka qilib qo'ydik. Xonlar ham mana shu o'ziga mos tushadigan qoradan bo'lgan, ichidagi qilib olishni. Ikkoviniki ham bir xil qora, taglari gold qilib ishlangan, xudo xolasa. Xo'p, birinchi kattasidan boshlasak. Bunimizni razmeri 430 ga 230, kapalak fasonimizdan qorasi, taburetkalari ham 3 ta, 4 ta bolishi bor, bolishini ham tikishyapti, xudo xolasa. Xonlari ham o'sha kattasidan 6 oylikdan baland qilib ishlangan. Razmeri 430 ga 230, komplektda 3 ta taburetkasi bor. Ichlari 100% sasna yog'och, pampers prujina bo'ldi. Xudo xolasa shaklarini ham ko'rishingiz mumkin, tekis qilib ishlandi. Orqalari ham o'zini materialda bir xil qilib yopilgan bo'ladi. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Tomoningizda orqalari o'zini materialda qoplangan. Chiroyli qilib, qo'l boshlari ham yarishli qilib, dekorlari ham, moshkalari ham moslangan, bular ham xon taxtalari ham gold qilib ishlangan, hozir bu qo'yib ko'rinmayapti. Hop, pampers prujina ichlari 100%, xudo xolasa. Bunisi mana kug'unli uгологimiz. Bularimizni ichlari 100% sasna yog'ochda bo'ldi. O'zi terak yog'och bo'lardi. Bunimizni sasna qilinglar, sasna qilib bir xil qilib bo'ldi. Sasna qilib berdik buni ham. Bunimiz ichlari ham mana sonda bo'ladi. Bulari display, ichlari polniy bemalol yuk ko'taraveradi. Mana o'zi. Xudo xolasa bemalol yuk ko'tarishi zo'r. Bunimizni ham komplektida o'zi ikkita taburetka bo'lardi. 3 ta qilib beringlar dedi. 3 ta qilib beringlar, bitta qo'shib bering dedi. Bitta taburetka ham qo'shib berdik mana. Bunimiz ham o'ttash qoradan, materiallari ham mo'yshi material. Tugmalarini golddan qildik. Bu tomonda ham mana sondig'i bor, ko'rishingiz mumkin. Sondiqlari bu tomonga bemalol yuk ko'taraveradi. Keyin mana petlalari ham yaxshisidan qo'yilgan, uzun polniy, boshidan oxirigacha yetadi. Mana bu ugonlar ham qatirilgan, mustahkamligini baribir ushlaydi. Bular ham. Dekorlarni ham qora qilib, o'ziga moslab berdik. Bularimizni ham keyin orqalari bu uгологimizda, kug'unli uгологimizda orqasi o'zi astar material bo'lardi. Buni o'zidan qilib bering dedi. Klientimiz mijoz Samarqanddan. Buni ham orqalari o'zini materialidan bo'ldi. Taburetkasi 3 ta, xon taxtasini ham o'ziniki arzonroq bo'lardi. Display laminatdan bo'lardi. Buni MDFdan qilib set berdik. Ikkovini xon taxtasi bir xil bo'lsin bo'ldi. Xonlarni ayollarini ham bir xil qilib ishladik. Bo'ylari ham bir xil, 100%. Buni ham xon taxtasi MDF bo'ladi. MDF tepasi qora, chekalari buni gold sepilgan, bunisi ham gold sepilgan. Yana uгологimiz. Bunimiz ichlari ham 100% sasna. O'zi bunga hech qancha regi yetmaydi, lekin ashinisini ham sasna qilib bering dedi. Mana ko'rishingiz mumkin, 100% sasna. Sasnalari ham qalinidan qo'yilgan. 5 kg sasnadan. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Kimga shunaqa uголокlar kerak bo'lsa, oshxona uchun, mehmonxona uchun uголокlar kerak bo'lsa, zakas qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, olib borib, o'rnatib, qolgan viloyatlarga bo'lsa, upakovka qilib chiqarib beramiz. Hozir upakovka qilingandan keyin bir qator ko'rsatamiz. Xudo xolasa, upakovka qilishdan oldin bir videoga olib olaylik. Videoga olyapmiz. Xo'p, bunimizni narxi ko'pchilik narxini aytmayapti, deyapti. Narxi 5.800.000 so'm. Mosidinasining ustida to'shaqchalari ham bor. Ikkovini ham buniki to'shaqchalari bor. 3 ta taburetkasiga sidinalarga qo'yib to'shaqcha bo'ladi. Bunisida bo'lmaydi. O'zi kichkina bunisi dinalari, shuning uchun bunga to'shaqcha yo'q. Bunisining narxi 2.200.000 so'mga bo'ldi. Sasna, orqasi material, taburetka qo'shildi. Keyin xon taxtalari ham MDFli bo'ldi. Shuning uchun 2.200.000 so'm. Razmeri 1.60 ga 1.90 bo'ldi. 90 razmerda. Shu qo'shilgan narsalarga narx qo'shib qo'ydik. Taburetkasiga, xon taxtasiga MDFlik,
O'zini xon taxtasidan olamiz desanglar 200 ming so'mga beramiz. Chunki bu 400 ming so'mga chiqdi, o'zini xon taxtasi 200 ming so'm bo'ladi. Shuni narxi 200 ming so'm unisiga ham tushib beramiz. Agar o'zinikidan bo'ladi desanglar. Orqasini material desanglar, unisiga o'tib beramiz. Agar astar material bo'laveradi desanglar, xudo xohlasa chiroyli qilib upakovkadan keyin ham bir qator ko'rasizlar. Xudo xohlasa videosini qo'yamiz. Shuni uyg'oluvlar kerak bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Bunimizni narxi 5 million 800 ming so'm, bunimizniki 2 million 200 ming so'm shu turishgan.